pastdagi noshka obrazes xuddi shunga o'xshagan 4 ta oyoq qilinadi do'stlar. 2 ta kachalikka, tebranma kachalikka zakaz tushgan. O'shini qilamiz. Ko'rib boringlar. 5 daqiqalik video. Sifatli qilib chiqarishga harakat qilamiz. Graduslarni bir xil qilib ustiga qo'yib kesildi. Temirlarni keyin shlipovka qilindi ustini, zangini ketkazish uchun, kraskani yaxshi ushlash uchun hammasini bir qo'l shlipovkadan o'tkazdim do'stlar. Svarka apparatiga e'tibor bergan bo'lsalaring, oddiy svarka apparat emas. Polavtomat svarka apparatda gazligi sifatli quyiladi, chiroyli chiqadi deb choklardi, xuddi o'shanda ishlangan. Do'stlar, endi bu kechki video, o'sha shomdan keyingi olinayotgan video. Kechga borib bittani taxlab, chekkasiga gullarni yopishtirib, tevalariga qanchalikda o'tiradiganni o'rnatishga tayyorlab qo'yib qo'yilgan. Lekin hali qanchalik o'zi yasalgani yo'q. Pastda e'tibor bersalaring, polni spinka sidinalarini qilib qo'yilgan. Endi ularni svarka qilish kerak. U ertasi kunga qoldirilgan ish bo'ldi. Hozir kechki videosini qo'yib qo'ydim men. Nima ishlar bo'lganini. Ertalab soat 9 dan boshlab kechki 5 gacha bo'lgan ishlar do'stlar bular. Kechki 5 va 10 larda tugatdim do'stlar, shomda tugatdim. Bilasizlar, o'zi qishti kuni bir siqim bo'ladi. Shunda ham harakat qilyapmiz. O'zimizga ham qiziq. Qani nech kunda bitarkin 2 ta tebranma kachalik. Do'stlar, bu endi 2-kun emas, o'sha 3-kunni ertalab olinayotgan video. Kecha polni bitgan. Ko'rishlari mumkin. Ikkinchisi ham bitgan. Birinchisi emas, o'sha birinchisini kechayoq bitkizib ertalabdayoq ikkinchisiga urinib, ikkinchisini ham bitkizganmiz. Tevasidagi gullarda bittasini polni qatirilgan, yetmay qoldi. Keyingisini olib kelingan, endi qatiriladi. Hozir videoda ko'rishlari mumkin. Endi buni qilinadigan ish faqat charxlash bizga emas edi. Prosta bu zakazlik uchun charxlaydigan bola bugun ishlari borligi uchun buni biz charxlab beryapmiz. Charxlaganimizga ham pul beradi do'stlar. Endi buni qolgan ishi tevasiga yopiladigan, suv o'tkazmaydigan qandaydir materiali bor, o'shini yopiladi. U sepish, uni yopish, taxtasini qoqish, keyin charxlash bizning ishimiz emas. Prosta charxlash kerak. Bugun chiqib ketadigan narsa deyilgani uchun bir charxlab beramiz. Hozir shlaglarni chekkasida turgan nimalarni ko'rishlaring mumkin. Baribir svarka quyilgandan keyin sepcha qoladi. Hozir charxlayotgan joyimizni ham video qilishga harakat qilaman do'stlar. Ko'ryapsizlar, gullarini banetini ham kesish kerak ekan. Kesilmagan joyi bor ekan, pastini o'sha ligrovkaga qo'yib turib qatirilgan, endi pastini kesiladi. Endi bu charxlayotgan jarayonimiz, bu bittasi tayyor bo'ldi, charxlanib. E'tibor berishlaring mumkin. Qo'lda yurgizilganda qo'lga ilashmaydiganchalik qilib charxlanyapti do'stlar. Sifatlarni iloji boricha rosa zo'r qilib, pishiq qilib qilinyapti. Fasonga gullar qilindi, qo'l qo'yadiganlar, keyin tevasiga unaqa qalpoqchalar ham kiygizib qo'yildi do'stlar. Sifatlari zo'r bo'ldi, moshniy bo'ldi. Oxirida rasmini ham qo'yib qo'yaman do'stlar. Hali bu sepilgani yo'q. O'shuning uchun tayyorini boshqasinikini qo'yib qo'yaman rasmini. Bu endi tashqariga olib chiqib sepishga tayyorgarlik qilinyapti. Polni charxlashdan ham chiqdi bu. Sepishga tayyor bo'ldi bu. E'tibor berasizlar, mazza qilib o'tiradigan, mazza qilib uchadigan pishiq narsa bo'ldi do'stlar. Ligirovka qilsa bo'ladi. Spinkasini suyanadiganini, o'sha yotish darajasigacha keladi u. Bu esa ikkinchi kachalik, o'sha kompressorda oldiga olib kirildi. Bu sepiladi, sepish jarayonida o'sha bu. Hozir tayyorlanyapti laklar. Endi do'stlar, bu oddiy, bozorlarda qo'yiladigan arzon kachalik emas, to'g'ri. Sifatli detallar ishlatilgan, ko'ryapsizlar. 4x6 asosiy ramalar 4x6 dan bo'lgan. 4x4 dan 2x2 dan qalin spinka sidinalar bo'lgan do'stlar. Xullas, temirda sal farqiga boradigan ham biladi, bu oddiy ish emasligini. Hamma yoq sifatli qilinishga harakat qilgan, nimaga ishlaydigan narsa bo'lgani uchun do'stlar bular. Sifatlariga e'tibor beringlar, rosa yaxshi qilingan. Bitganda qay holatda bo'ladi deb so'raganlar uchun xuddi shu ko'rinishda bo'ladi do'stlar. Bizniki hali bitmagan, bu tayyor bitgandagi rasmlardan biri.